Nega 50 kvadrat joyga 50 kvadrat list ketmaydi? Shuni birgalikda hisob-kitob qilib chiqamiz. Xudo xohlasa, iloji bo'lsa daftar ruchka olib olinglar, razmerlarini hisob-kitob qilamiz. Mana bu joyimiz aylanasiga 40 metr, eniga 120 sm. Mana shu joyimizga biz 100 kvadratdan ozroq ko'p list ishlatyapmiz. Mana hozir bir oshdan tushuntirib o'taman. Mana tepaga chiqamiz, hozir birgalikda ko'ramiz, xudo xolasa. Shu joyimizga gipsogardonni oldik, birinchi qo'ygan nakaneshligimiz 12 rasxoddan chiqyapti. Shu 12 rasxod и uni tevasidagi Navo karnizimiz 25 rasxodda. Uni tevasidagi nakaneshligimiz mana bu mokriyimiz 6 santimetrdan chiqyapti. Mana bu dasturxon deb qo'yamiz. Shu kasetamiz 50 santimetr rasxoddan chiqyapti-da. Mana bu peshanavi karnizimiz 25 rasxoddan chiqyapti. Mana bu orqa tomonlarini ham ko'ramiz. Regalarni o'ta baquvvat qilib to'qiganmiz. Xudo xolasa nihoyat doimiy shunday ish bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu 25 santimetrda. Endi mana bu kasetamiz mashinadan to Tarnogaga bo'lgan joyimiz 81 rasxoddan chiqyapti. Plus mana shu karnizimiz bor, peshana karniz. Bunisi 25 rasxoddan chiqyapti. Endi общий hisoblaganimizda shu hammasi rasxod hisoblaganimizda 245 rasxod ketyapti. 2 metr 45 santimetr. Endi 2 metr 45 santimetrni 40 metrga ko'paytirganimizda общий mashina joyimiz 40 metr. Ko'paytirganimizda 98 kvadrat list ketyapti. Plus minus hammasini hisoblaganingizda bu joyimizga teng list ketyapti. Mana qayerda bu muammo?